Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugun sizlar bilan Ersag'ning massajli kremi to'g'risida gaplashamiz. Ersag'ning massajli kremi bosh og'riganda, tish og'riganda, bo'g'im og'riqlarida, kuchli shamollashda, gemoroy, hatto gaymaritda ham qo'llasangiz bo'ladi. Kremimiz tarkibida 14 xil modda mavjud. Tabiiy mahsulot bo'lganligi sababli kuchli grippda, angina, hatto ichak yaralarida ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari varikoz, limfa tugunlari, hatto tajribalar natijasida ko'krak bezini ham yo'qotgan. Hozirgi kuchli virusli gepatitda qora sedanaga qo'shib tez va oson yaxshi bo'lishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, bu krem Ersag'ning mo'jizaviy kremi hisoblanadi. Bu krem to'g'risida siz yana qanday ma'lumotlarga egasiz? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.